Bismillah. Assalomu alaykum rahmatulloh. Ajoyib manzara. Ajoyib manzara ostida ajoyib bir mavzuda suhbat qilishni niyat qilgandik. Xo'p. Suhbatni birinchi savol bilan boshlamoqchiman. Erkak nimani boshqaradi? Xo'p, erkak boshqaradi nafsini. Erkak boshqaradi qarorlarini. Erkak boshqaradi hissiyotlarini. Erkak orzu-istaklarini boshqaradi. Erkak oilasini boshqaradi. Erkak munosabatlarini va bu munosabatlar orqali rishtalarini boshqaradi. Va albatta erkak mablag'larini boshqaradi. Xo'p, endi bu narsalardagi boshqarishdagi majburiyatlar bizga nimani beradi? Biz hayotda har doim yashayotganimizda qanaqadir rolda bo'lamiz, har doim qanaqadir pozitsiyada bo'lamiz. Misol uchun aytaylik, biz qayerdadir ishlayapmiz yoki o'qiyapmiz. O'qiyotgan joyimizda talaba bo'lamiz. Ishlayotgan joyimizda qanaqadir xodim bo'lamiz, to'g'rimi? Ishlayotgan joyimizdagi pozitsiyamizga qarab, u yoqda ham kim, misol uchun dasturchilikdan kelib aytdik, sizda team leadingiz bo'lishi mumkin. Yoki siz team lead bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qo'l ostingizda dasturchilar bo'ladigan bo'lsa, siz ularga boshqaruvchi bo'lasiz. Tushunarli? Ya'ni ishxonada ishchi bo'lamiz. Endi ko'chada yuramiz, to'g'rimi? Ko'chada oshna-og'aynilarimiz bo'ladi, do'stlarimiz bo'ladi, yor birodarlarimiz bo'ladi. U yerda ham qanaqadir biz doimo bir rolda bo'lamiz. Xo'p, endi oilada biz erkak bo'lganimizdan keyin oilani boshqaruvchisi bo'lamiz. Bu bizga qanaqa mas'uliyatlarni yuklaydi? Oilani mablag' tomonlama biz ta'minlashimiz kerak. Bu bizga majburiyat. Undan tashqari oilani biz himoya qilamiz. Ma'naviy jihatlama himoya tomonidan aytmoqchiman-da. Ham jismonan ham himoya qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Bu ham bizni majburiyatimiz. Xo'p, endi mana shu rollarda hammasida biz muvaffaqiyatli bo'la olishimiz shart. Agarda qaysi birida qanaqadir nuqson bo'ladigan bo'lsa ham, bu sizga qanaqadir psixologik travma berishi mumkin yoki o'sha hayot sifatingizni biroz tushirishi mumkin. Endi har birida biz imkon qadar vasatiyroq bo'lishga harakat qilamiz. Shu joyda Hazratni adashmasam vasatiyatni kitobni nomini eslolmayapman. Shunga yaqin kitoblari bor edi. Juda ajoyib ko'rinishda yozilgan. Hop. Endi aytmoqchimanki, siz har bir rolda qanaqa pozitsiyada bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni bitta roldagi ishingiz keyingi rolga hech qanaqa ta'sir qila olmaydi. Bahona bo'la olmaydi. Misol uchun, aytaylik, siz ishxonada zo'r pozitsiyada ishlasangiz ham yoki ko'chada zo'r bo'lsangiz, lekin oilaga kelgan vaqtingizda oilani o'zini haqqini bermasdan siz aytasizki, men ishxonada charchadim yoki ishim ko'p bo'ldi va hokazo. Qanaqadir bahonalar bilan berasiz, tushunasizmi? Bu bahona bo'la olmaydi. Siz ishda bo'lib zo'rsiz, lekin oilada ham siz o'zingizni o'sha haqlaringizni ado qilib qo'yishingiz kerak. Misol uchun boyaga aytganimdek, farzandlaringiz bo'lsa, aytaylik, farzandingizga qanaqadir aytaylik, bir va'da berdingiz. U va'dani bajarishingiz kerak. Siz bo'lmasa, va'dangizni ustidan chiqara olmaydigan bir inson sifatida paydo bo'lasiz o'g'lingiz oldida, misol. Yoki bo'lmasa, ahli ayolingizga u tomonlari bor. Yoki bo'lmasa, ishxonangizga bordingizda, ishxonangizda nimadir ish qilishingiz kerak edi, sizga berilgan, u ish qila olmadingizda, oilamdagi oilangizdagi narsalarni, mayda-mayda narsalarni u yoqqa aralashtirasiz. O'g'lim bu yoqqa bordim, bu yoqqa bordim, mana shunaqa. To'g'ri, qanaqadir arzirli sabablar bo'lishi mumkin, sanoqli-da, lekin doimo sizni qaysidir roldagi
bo'lishingiz boshqa roldagi pozitsiyangizga ta'sir qilishi kerak emas. Yoki bo'lmasa ishingiz ko'paysa ham, oilangizdagi ishlar ko'payib qolsa hamda endi ko'chadagi oshno-og'aynichilik munosabatlaringizga zararli ta'sir ko'rsatishi kerak emas. Tushuntira oldimmi? Boshida biz sanab o'tganimiz bo'yiga erkak kishi vaqtini boshqara olishi, qarorlarini, orzu-istaklarini, vaqtini, mablag'larini taqsimlay olishi shartligi mana shu rollarda muvaffaqiyatli bo'lish uchun juda zarur bu narsalar. Tushuntira oldimmi? Endi boya sanab o'tganim, biz bu narsalarni o'zimiz har bitta bosqichda o'rganamiz. Nima demoqchiman? Misol uchun, siz oila qurishdan oldin bo'yda oliy vaqtingizda albatta oila qurishdan oldin sizni kutayotgan oldingizdagi majburiyatlar bo'ladimi, holatlar, hammasini o'rganishingiz kerak. Buni hammasi ilm bilan o'rganiladi. Misol uchun, ayol kishini psixologiyasi. O'zi buni o'rganib bo'lmaydi-yu. Bu juda katta tema. Ayol kishini shunchaki nima oilada yoki bo'lmasa mumkin emas. Nimalar mumkin? Nimalarga e'tibor berish kerak? Tushunarli? Nimalarga diqqatli bo'lishimiz kerak? Nimalarga e'tiborsizroq bo'lishimiz kerak? Bu narsalarni siz o'sha vaqtga kelganda, o'sha stejdaligingizda ham o'rgansangiz bo'ladi, lekin ko'p narsalarni yo'qotib qo'ygan bo'lasiz. Vaqt o'tib ketdi deydi-yu, qanaqadir xatolar bo'lishi mumkin. Har bitta xato baribir o'zini keyinchalik ta'sirini o'tkazishi mumkin. Tushuntira olamman-a? Xo'p. Ya'ni doim keyingi stejga o'tishdan oldin biz unga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ilm bilan o'rganiladi bu narsalar. Ustozlarni, ahli ilmlarni, o'zimiz atrofimizdagi, ayniqsa ota-onalarimizni tarbiyalariga, ya'ni gap so'zlariga e'tibor berib, ulardan maslahatlar olib, shu doim bizdan oldin shu bosqichda o'tib bo'lgan va tajribali insonlardan biz doim maslahatlarni olishimiz kerak. Xo'p, endi ota-onamizga tushunarli. Ular biz hech qachon bizga yomonlik ravo ko'rishmaydi. Undan tashqari biz o'zimizga ko'mir qilib olayotgan insonlarga ham e'tibor berishimiz kerak. Biz doimo qanaqadir bir narsani haqiqatni izlamizmi? Bu ilmda o'zi, bu ilm o'zi shu narsa. Ilm nima? Siz voqelikda qanaqa bo'layotgan bo'lsa shu narsa. Aytaylik, biror bir obyektni o'rganmoqsiz, voqelikdagi holat qanaqa bo'lsa, shu narsani voqelikdagidek o'rgansangiz, mana shu narsa ilmni o'zi, tushunarli? Ilm. Mana shu narsa ilm. Endi bizga ko'mir qo'yayotgan insonlarimizga o'zimiz juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. U o'zi inson qanaqa, hayotdagi o'rni qanaqa uni. Tushunarli? Xo'p. Misol uchun hozirgi vaqtda qarang, erkaklarda rivojlanishga juda ko'p kriteriyalarga qarashimiz kerak. Misol, hozir erkakka juda ta'sir kuchli, umuman nafaqat erkakka, odamdagi biz ijtimoiy munosabatlar bo'lamiz, to'g'rimi? Atrof muhitni, ya'ni atrofdagi muhitdagi insonlarning ko'p ta'siri juda yuqori bo'ladi. Misol uchun ba'zilarni ko'rasiz, ana maqolga she'rga to'g'rilasa bo'ladimcha, erkaklar bor, erkaklaring yaxshi deb, erkaklar bor, ayol undan yaxshilar degan bo'ladi. Xo'p, ya'ni shu ham erkakmikan deb orasiz-da. Boyaga aytgan kriteriyalarimizni hech qaysi biriga to'g'ri kelmaydi-yu. U doimo aybni o'zgadan qidiradi. Hech qachon bir mas'uliyat olgisi kelmaydi yoki bo'lmasa mas'uliyatni ola olmaydi. U yoshligidan doimo ota-ona hisob kelgan mas'uliyat olmaganda, xullas, tushuntira olaman-a. Endi u odamga qanaqa qilib oila boshlig'i bo'lishni ishonishi mumkin yoki farzandlarni ishonishi mumkin, kelajakni, taqdirni, ummat g'ami deydi, millat, yurt degan narsalarga qanaqa qilib ishonishingiz mumkin unaqa? Bilan erkak deyish mumkinmi? Misol uchun qarang, sahobalarga yoki bo'lmasa aytaylik, ota-bobolarimizni deymiz, Amir Temur, bilasizlar, ular qanaqa kuchli bir jasur insonlar bo'lishganda, erkak xilqatdan, tabiatan xilqatida shunaqa bor-da, ya'ni hukmron erkak. Tushunarli? Erkak bu narsalarni qila oladi. U kuchini, energiyasini, hammasini mana shunaqa arziydigan, ya'ni narsalarga sarflaydigan bo'lsa, bu narsalarni qila oladi-da. Aksincha, qanaqadir energiyasini uylanmagan bo'lsa, mabodo
o'sish, o'rganish vaqtida qanaqadir qiz orqasiga sarflab qo'yadigan bo'lsa, arzimagan narsalar orqasidan sarflaydigan bo'lsa, erkak kuchini yo'qotib qo'yadi. O'zi bizning resursimiz, kuchimiz cheklanganda, u narsani to'g'ri maqsad yo'lida sarflaydigan bo'lsa, inshaalloh ancha joygacha yetib borishi mumkin. Tushuntira olaman. Siz vaqt o'tgan sari kimdandir o'rganib olsangiz, keyinchalik sizdan o'rganadigan bo'ladi. Ya'ni siz orqangizdan qoldirgan naslaringiz sizni o'rnak qilib olishi mumkin. Farzandlaringiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa aytaylik, aka-ukalaringiz bo'lishi mumkin. Tushunarli? Siz ularga o'rnak bo'la oladigan inson bo'lishingiz kerak. Boshida aytdim, jamiyatning ta'siri o'ta yuqori. Nafsingizni boshqara olishingiz kerak. Ma'lum muddat. Misol uchun, hozir to'g'ri uylanishni biz juda murakkab qilganmiz. Shu sababli ham jismonan, ham ruhan ba'zida bo'ydoqlarga, bo'ydoq aka-ukalarimiz bor. Ko'p shu masalada gaplashamiz. Ba'zi joylarda, ba'zi qismlarda qiyin bo'lishi mumkin. Unga ham o'zimiz sababmizda, o'zimizga ortiqcha misol to'y bo'lishi mumkin va hokazolarda bo'ynimizga olganimiz uchun to'yni kechiktiramiz. Keyin mana shunaqa qilib o'sha bo'ydoqlarimiz qiynaladi keyin. Ham jismonan, ham jismoniy sog'lig'iga zararli jihatlari bor buni. Ham ruhan bo'lishi mumkin, ham ma'naviy hokazo. Tushunarli? Aytmoqchi bo'lganim, imkon bormi? Bizni ko'rdik mana ota-bobolarimizni ismi bilan faxrlanamiz, ular qilgan ishlar bilan faxrlanamiz, lekin ular yashagandek yashamaymiz-da. Qanaqa qilib ular borgan joyga, ular qilgan ishni qila olishimiz mumkin agar ulardek tayyorgarlik ko'rmasak, ulardek hayot kechirmasak. Tushuntira olaman. Mana shular haqida aytmoqchi edim. Ya'ni o'rganishimiz kerak. Biz maqtanayotgan odamimiz Amir Temur dedikmi, ular hayotida qanaqa yashagan, kundalik hayoti qanaqa bo'lgan, shularni o'rganishimiz kerak. Ulardek kunlik qism ishlarimizni ulardek tashkillashtira olsak, keyinchalik ular natijasiga erishishimiz mumkin. Bo'lmasa faqatgina shu orzu qilib yuraveramiz, keyin o'g'lim sen shunday bo'lishing kerak deb qo'yamiz, o'zimiz hech bir ishni eplolmaymiz. Bular shunaqa. Assalomu alaykum, salomat bo'lasizlar.